yangi o'quv yili boshlangani bilan tabriklayman. 2. Bu Jaloliddinni shu maktabga qo'yib xato ish qildik-da. Telef qilmadimi? Rosa. O'zingiz aytganingizdek, harbiy birdamlik uchun. O'quvchi Matniyozov. Men Jaloliddin kuch, shafqat va iymondadir degan. Har bitta askar o'z ona vatanini nafaqat quruqlikda, balki suvda ham himoya qila olishi kerak. Supermenlardan farqimiz shuki, menda g'ayritabiiy kuch yo'q, lekin men o'zimni o'zim chiniqtirib, o'sha kuchga erishib qahramon bo'laman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Avval vijdon, halovat degan narsalarni tushunmasa deydi. Sendagi o'zgarishlarni ko'rib, juda ham xursand bo'ldim. Sizga va'da beramanki, bobo, men albatta Jaloliddin Manguberdi kabi vatan himoyachisi bo'laman.